Hayırlı gün kadırlı Türkümdaşlar. Bu ne diyelim bizden? Çayxana номер 1 bitinde bizden. İyi. Mana şuşulunday bir yaktı bir şahıs bilen görüşürge to'g'ri keldi. Bugün Damir abi İshakov bizning qo'noq bugün Samarada ruxsat berdi bizning YouTube kanalga ozgina intervyu beriga. Damir abi siz ozgina qo'noqqa kelganda Samar tatarlarına o'zingizning tilaklaringizni nindi safarlar bilan kelib chiqishlaringizni bir ikki jumla bilan aytib ketsangiz yaxshi bo'lar edi. Men Damir Ishakov, tarix fanlari doktori, tug'an jurnalning redaktori. Hozirgi vaqtda men Rossiya Davlat Dumasini saylov uchun deputatlikka kandidat bo'laroq Ozodlik ham G'azallik partiyasi ismidan keldim bunda. Samara tatarlarida. Samara tatarlari mening uchun ko'pdan tanishlar. Bunda ilgari vaqtlarda kelib berganimiz bor, aralashganimiz da bor. Samara tatarlari mening fikr bo'yicha tatar dunyosida bek uzunchalik o'rnatdilar. Mundaq moyaqqa bosib turgan bir vaqtda o'zining boshini bermay bir kimga tatarlikni saqlay. Shunga ko'ra bizga bunday takamlar qadrli. Biz endi bu tatarlardan qaysi yoqlardan chiqib bunda kelib o'tashganlarini da bilamiz. Ammo bu Samara yoqlari belgilab bo'lgancha burungi Bulg'ar davlatining yerlari Altın O'rdaning o'rinlari bo'lgan bunda tatar xonliqlari bo'lgan barqa kelgan bunda Nog'aylarda, Qozon xonligida bo'lgan bu yerlarda shunga ko'ra bunda bizning tomirlar bek teran. Biz bunda aytiriq kerak yerli xalq. Shunga ko'ra bunda siyosat vaqtida oyoqni tirab siyosatga tegishmiz. Endi Rossiya davlatining davlat dumasida saylov bo'lganda biz tatarlar iskashirga tegishmiz. O'zimizning kim ekanligimizni ham o'zimizning burungi zamonlardan kelgan tariximizni esga olib, o'zimizning xalqni saylarga kerak davlat dumasini. Chunki bizning siyosiy kuchlar bo'larga tegish, biz o'zimizning manfaatlarini davlat darajasida hal etishga tegishmiz. Agarda bizning xalqimiz shuni istab saylasa deputatlarni, u vaqtda bizning tovush eshitilar Moskvada. Bu kerak bizga hozir. Yarıy, rahmat, Allah'ın rahmeti olsun. Sizden ruhsat bilen YouTube kanalga koyabız endi o'zimizning kanalga bu chiqishni yaraymi? Bizden Samara tatarlarından, Müslümanlarından, Tatarstan Müslümanlarına ulu hem kaynar selamlar. Yaxşı, aleyküm selam.